Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan o'lim ko'rsatkichi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadigan kasallik, ya'ni yurak ishemik kasalliklari haqida gaplashamiz. Unga kiradigan stenokardiya, infarkt va ularni davolash haqida gaplashib o'tamiz. Ishemiya so'zi bu umumiy ma'no, ya'ni ma'nosi qonsizlanish degan ma'noni anglatadi. Tasavvur qilaylik, barmog'ingizni qalin ip bilan mahkam qisib bog'lasangiz, shu joydan tepasiga qon o'tish kamayadi va natijada shu joy ishemiya bo'ladi. Agar siz uni 1 soat 2 soat davomida yechmasangiz, ya'ni qonni o'tishini ta'minlamasangiz, bu joyda nekroz boshlanadi. Agar buni 6 soatgacha qon bilan ta'minlanish to'xtatib turilsa, a'zoni, o'sha joy nekroz bo'ladi. Mana shu nekroz bo'lgan joy infarkt deyiladi. U qaysi a'zoda bo'lishining ahamiyati yo'q. Xoh miya bo'lsin, xoh yurak bo'lsin, farqi yo'q. Qaysi a'zoda qon kelish to'xtasa, o'sha joyda infarkt deymiz. Bu jarayon agar yurakda bo'ladigan bo'lsa, miokard infarkti deyiladi. Agar miyada bo'ladigan bo'lsa, bu insult deyiladi. Yurak ishemik kasalliklariga asosan stenokardiya va infarktni kirgizishimiz mumkin. Hozir shular haqida ozgina tushuncha beraman va keyin uni davolash usullari haqida gaplashamiz. Bu joyda aytaylik, xolesterin yig'ilgan. Mana shu joydagi xolesterin blyashkasini yig'ilishi, ya'ni yillar davomida yegan oziq-ovqatlarimizdan hosil bo'lgan xolesterin blyashkani mana shu joyga to'planishi natijasida shu joyda buyog'ida ishemiya bo'ladi, ya'ni qon kelishi kamayadi. Shuni natijasida yurakda og'riq kuzatilishi mumkin. Agar bu to'la-to'kis bekilib qoladigan bo'lsa, unda mana shu tomonda to'liq infarkt kuzatiladi. Miokard infarkti boshlanadi. Xo'p, stenokardiyaning sabablari asosan kam harakat hayot tarzi, ovqatlanish rejimida ortiqcha hayvon yog'lariga ovqat iste'mol qilish, yoshga bog'liq, asosan 40 yoshdan kattalarda uchraydi bu kasallik. Lekin agar irsiyatda bo'ladigan bo'lsa, ota-ona, amaki, xolalarda bo'ladigan bo'lsa, bu 30 yoshdan keyin boshlanishi mumkin. Masalan, erkaklarda chekish, ichishga aloqasi bor, ikkinchi tip qandli diabet, xullas sabablari bir nechta. Xullas, har qanday sabab bo'lganda ham rivojlanish mexanizmi bir xil, ya'ni xolesterinda aynan shu yurakni qon bilan ta'minlovchi qon tomirlariga cho'kishi. Ya'ni bu yurakning muskul qavatini qon bilan ta'minlaydigan toj tomirlar deyiladi buni. Asosan yurakda 3 ta tomir bo'ladi. O'rtada bitta katta tomir, bitta aylanib o'tuvchi, bitta pastki devorini, ya'ni oshqozonga qaragan devorni qon bilan ta'minlaydigan 3 ta tomiri bor. Shu uchala tomirda qaysi birida xolesterin yig'ilishiga qarab klinik belgilar o'zgarishi mumkin. Stenokardiyani asosiy belgilari nima? Bemor yurganda, masalan 300-400 metr yurganda ko'krak sohada qisish bo'ladi, o'rtada. Qisilib, nafas qisganga o'xshash holat bo'ladi, yo bo'lmasam og'riq paydo bo'ladi. Og'riq ba'zan chap qo'lga berishi, iyakka, ba'zan oshqozonga berish holatlari uchraydi. Yoki bo'lmasam zinaga chiqqanda, masalan 1-2 etajga chiqqanda sekin bemorda og'riq boshlanadi. Agar bemor dam olsa, ozgina og'riq o'tib ketadi. Mana shu belgilar bo'ladi stenokardiyada. Endi stenokardiyani kelib chiqishini bilib oldik. Demak, mana shu joy 90%, 85% dan oshiq belgili bo'lgandan keyin belgi berishni boshlaydi. Ungacha hech qanday belgi bo'lmaydi bemorda. Shu holatga kelgandan keyin yurganda og'riq boshlanadi. Agar o'shanda ham bemorga lecheniya qilinmaydigan bo'lsa, unda to'liq berkilishi va infarkt kuzatilishi mumkin. Davolash asosan 3 ta yo'lda kechadi. Ya'ni dorilar bilan davolash mumkin, stent qo'yish mumkin va AKSH qilish mumkin. 3 ta yo'lda kechadi. Dorilar bilan davolash asosan birinchi o'rinda bemorni dorilar bilan davolanadi. Agar buni effekti bo'lmaydigan bo'lsa, keyin boshqa usullarga o'tiladi. Demak, dorilar bilan davolash. Birinchi dorilar tomirni kengaytiruvchi dorilar. Ya'ni ko'pchilik biladigan nitroglitserin, erinit, nitrosorbit, manasan kabi dorilar. Bularni bemorlar doim ichib yurish kerak. Ya'ni mana shu joydan 10% ochiq qolgan, ya'ni 90% berkilgan. Agar shu dorilar ichilganda shu tomir kengayishi natijasida mana bu 10% ochiq joy 15% ga aylanadi. Ya'ni shu joy kengayib, qonni o'tishi yaxshilanadi. Bu dorilarni ichishdan maqsad shu. Xo'p, ikkinchi dorilar qonni suyultiradigan dorilar. Masalan, geparin, kleksan, kindiqni oldiga olinadigan ukollar, trombopol, clopidogrel, kardiomagnil kabi dorilar aynan qonni suyultirishi natijasida mana shu joydan 10% ochiq joydan o'tadigan qonni oqimi osonlashadi. Ya'ni qo'yiq bo'lsa, bu yerdan o'tish qiyinlashadi. Shu maqsadda qon suyultiriladi. Keyingi preparatlar xolesterinni pastlatuvchi preparatlar, ya'ni Atoris, Raxera, Rosuvastatin turlari ko'p. Xolesterinni pasaytiruvchi dorilar qo'llaniladi.
ular mana shu xolesterinni ustini qattiqlashtiradi, ya'ni stabillashtiradi. Bu ko'chib ketib qolish ehtimoli bor. Agar nostabil holatda bo'lsa, bu qimillab turadi. Qachondir qon bosimi o'zgarganda shu narsa ko'chib ketib infarktga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu dorilar beriladi, lekin bu dorilar buni yo'q qilib yubormaydi. O'sha holatidan kamaytirmaydi ham, o'shanda turaveradi. Faqat buni stabillaydi va ustiga xolesterinni cho'kib buni berkilishini oldini olib turadi. Shuning uchun bu dorilar ichiladi. Endi yurak qisqarishlar sonini kamaytiruvchi dorilar. Masalan, Concor, Bisoprolol, Nebilet, Niperten kabi dorilar. Bu dorilar yurak urish sonini kamaytiradi. Agar yurak qancha tez uradigan bo'lsa, qonga talabi ortib ketadi. Shuning uchun sekinlashtiriladi. Masalan, bemor piyada yurganda og'riq bo'ladi, chunki piyada yurganda yurak qisqarishlar soni ko'tarilib, balandlashib ketadi. Tezlashib ketadi. Shuni natijasida o'tirganda yurak qisqarishlar soni sekinlashadi va og'riq qo'yaveradi. Ya'ni mana shu joyda kislorodga ehtiyoji yurak tez urganda ko'payadi. Shuning uchun biz bu dorilarni beramiz. Keyingisi parhez, bu albatta qilish kerak. Ya'ni xolesteringa boy ovqatlarni yemaslik kerak. Harakatni kuchaytirish kerak. Qachonki og'riq yo'q bo'lganda. Og'riq bo'lib qolsa harakatni to'xtatish kerak. Og'riq vaqtida tiltaga nitroglitserin tashlansa, og'riq tezda yo'qoladi. Albatta harakatni kuchaytirib parhez qilish kerak. Vesni kamaytirishga harakat qilish kerak. Agar bemorda ikkinchi tip qandli diabet bo'lsa, sahrni pastroq saqlash kerak. Dorilarni albatta tabletkalar ichishga to'g'ri keladi. Endi bu usulda effektivligi infarktning oldini olish bo'yicha 30% yordam beradi. Ya'ni 30% infarktning oldini oladi. Baribir 70% bemorda infarkt kuzatilishi mumkin dorilar bilan davolanganda. Lekin foydasi albatta seziladi. Ya'ni og'riqlar kamayadi. Agar bemorda dori-darmonlar bilan ham og'riq kuchayib boraversa, zo'riqib boraversa, unda albatta keyingi usulga o'tishga majbur bo'linadi. Ya'ni stentlash va AKSH, bular dorisiz davolash usullari. Bu ikkalasini qaysi birini qilishni faqat tekshiruvlarda ma'lum bo'ladi. Ya'ni bu bemor koronografiya degan tekshiruvdan o'tish kerak. Ya'ni bemorga qo'l yoki son venasidan kirib turib, maxsus apparat bilan kirib turib, mana shu tomirlarga dori jo'natadi. Rangli dori jo'natib, rentgenda ko'riladi. Bemor uyg'oq yotadi, hech qanday ochiq operatsiya bo'lmaydi bu. Shu yerga dori jo'natganda bemorda qaysi tomir necha foiz berkilganligini ekranda ko'rib rasmga olinadi. Ya'ni mana shu yerdan o'tgan dorini shu yerdan o'tish protsentini aniqlab olinadi. Ya'ni mana shu yerda qanchalik berkilganini bilib olinadi. Masalan, 2 ta joyda berkilish bo'lsa, bemorga stent qo'yish mumkin. Stent qo'yilganda shu joydan tomirdan olib kelib turib, stentni o'sha eng ko'p berkilgan joyga qo'yib, o'sha joyni kengaytirib qo'yiladi va natijada qon oqimi tiklanadi. Endi stent qo'yishda ham agar o'sha koronografiya qilinganda, agar koronografiya qilinadigan bo'lsa, agar bu joylar juda ham ko'p joylarda berkilish bo'lsa, masalan, betda bu joylarda ko'p joylarda agar xolesterin yig'ilib qolgan bo'lsa, bunda stent qo'yishda effektiv juda past bo'ladi. Bunda faqat keyingi usul AKSH qilishga to'g'ri keladi. Stent qo'yishda ham effektivligi juda yuqori emas, 60% gacha infarktni oldini olishi mumkin. Ya'ni qayta stent bor joyda yana tiqilishi mumkin. Chunki xolesterin aynan bitta joyda bo'lmaydi-da. Bunga moyillik bormi, hamma joyda tomir bo'ylab yig'ilaveradi. Lekin ayrim joylarida ko'proq yig'ilib qoladi normaga nisbatan. Stent qo'yilganda faqat shu joylar ochib qo'yiladi xolos. Masalan, 50-60% berkilgan joylari ham ko'p bo'ladi. Ularni ochish imkoni yo'q. Chunki stentni o'zi maksimal tavsiyam 3 tagacha qo'ysa bo'ladi. Undan oshig'ini qo'ygandan ko'ra AKSH qilgan yaxshiroq. Ko'proq 3 tagacha stent qo'yish mumkin. O'ziga yarasha qimmat turadigan muolaja hisoblanadi. Lekin effektivligi baribir 100% emas, 60% gacha infarktni oldini olish mumkin. Xo'p, keyingi usul agar bir nechta joyda xolesterin yig'iladigan bo'lsa, 3-usul AKSH deyiladi. Ya'ni aorta koronarniy shuntirveni deyiladi. Bu usul umumiy narkoz ostida qilinadi, ko'krak qafasi ochiladi, katta ochiq operatsiya hisoblanadi. Bunda oyoq venalarini olib, nadida kesib olib turib, yurakni aynan mana shu aorta qismiga ulab turib, bir tomonini, ikkinchi tomonini bu tomonga olib kelib ulab qo'yadi. Ya'ni mana bu tomirlarga ulab qo'yadi. Bunisini olib kelib turib bunga ulaydi. Shunaqa qilib 3 tagacha olib kelib turib ulab qo'yish mumkin. Har bitta yurakni tomiriga alohida yo'l ochib qo'yiladi. Ya'ni mana bu yerdan kelgan qonda ahamiyati kamayadi. Asosiy toza qon tomirdan yurakka qon o'tishi boshlanadi. Bu AKSH deyiladi. Aorta koronarniy shuntirveni deyiladi. Aynan oyoqda venalarini olib, yurak arteriyalariga alohida tomir yasab qo'yiladi. Bu AKSH deyiladi. Buni effektivligi juda yuqori. 90%, 95% gacha infarktni oldini olsa bo'ladi bu usul bilan. Endi infarkt bo'lgan bo'lsa agar, mana shu joydan qon o'tishi butunlay, agar mana shu joy 100% bekildi deylik, natijada mana shu joyga
qon o'tishi to'xtadi va mana shu joy infarkt bo'ladi. Mana shu joyda to'qima o'ladi. Agar aytaylik, masalan, ozgina joyiga qon yetib kelmay qoldi. Eng burchakdan xolesterin tiqildi. Kichkina infarkt bo'ladi, ya'ni mikroinfarkt deymiz. Ozgina joyda chandiq hosil bo'ladi. Lekin stvoldan berkilsa, asosiy qon tomiri berkiladigan bo'lsa, unda obshirniy infarkt deymiz, ya'ni katta o'choqli infarkt hosil bo'ladi. Endi davolashda masalan, infarkt bo'lgan sohani qaytib davolashning imkoni yo'q. Masalan, qurib qolgan, nekroz bo'lgan joyga qonni qayta kiygizgan taqdirimizda ham bu joy qayta tiklanmaydi. Endi asosiy masala keyingi tomirlarni yaxshi saqlash bo'ladi. Keyingi tomirlarda ham xolesterin yig'ilgan bo'ladi, chunki bir marta infarkt bo'lgan odamda boshqa tomirlarda ham zararlanish bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun keyingi tomirlarni saqlash maqsadida mana shu dorilar baribir ichib yuriladi. Infarkt bo'lgan joyda baribir dori bilan davolab bo'lmaydi. Shuning uchun bemorlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Agar sizga yurak ishemik kasalligi yoki stenokardiya tashxisi qo'yilgan bo'lsa, albatta mana shu dorilarda vaqtida to'g'ri ichib yurish tavsiya qilinadi. Vaqti bilan shifokor nazoratida turish, parhez, harakatni tartibga solish bilan bu kasallikni davolasa bo'ladi.